Pinterestda shu pinetkachani rasmini ko'rib qoldim va shu pinetkani to'qib ko'rdim. Endi sizlargayam o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga Alize Classic burchum ipidan foydalandim man. Sizlar o'zinglarda bor ipdan foydalanishingiz mumkin. Faqat ip judayam yupqa bo'lmasligi kerak. Pinetkachamiz o'xshamaydi. Bo'lmasam agar sizlarda bonbon ipi bo'lsa yoki boshqa yupqaroq ip bo'lsa 2 qavat qilib to'qiganlaring ma'qul. Ko'pchilik mendan so'raydi, necha spitsada to'qiysiz deb. Bu 2 yoki 2,5 bo'lishi kerak. Men bu spitsaga o'rganib qolganman rosayam. Anchadan beri, 3-4 yildan beri ko'pincha shu spitsada to'qiyman. Ko'pchilik 4 raqamli spitsa, 3 raqamli spitsada to'qish kerak deyishadi. Bilmayman, men shunga qo'lim o'rgangan. Kurchokda ham faqat bittani ishlataman necha yildan beri. Buning uchun mana pinetkamiz boshlanishida birinchi 35 ta petля olamiz. 2, 3, 4, 5 petля olishda hamma bilsa kerak. Oddiy, oson. Xuddi shunaqa qilib petля olib chiqamiz 35 ta. Mana 35 ta petля oldim. Oxirini xuddi shunaqa qilib tugib olamiz. Mana yozib olsanglar o'zlaringga ham qulay bo'ladi. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqdan 5 oylikgacha bo'lgan bolalarga tushadi. 35 ta mana petля oldim. Birinchisi qatorida hammasini o'ng qilib to'qib chiqamiz. Mana sizlarga ko'rsataman hozir. Hammasini o'ng qilib to'qib chiqamiz. Kirgizamiz, orqadan chiqaramiz. Bu o'ng petля anaqa o'ng petля olish hammaga bilsa kerak. Judayam oson. Xuddi shunaqa qilib to'qib chiqamiz oxirigacha. Oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana oxirigacha to'qib keldim. Hammasini o'ng to'qib chiqdim. Endi mana keyingi qatorni ko'rsataman. 35 ta petля 2 ta to'qiyman, ko'paytiraman. 14 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 3 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 14 ta to'qib, ko'paytirib, oxirida yana 2 tani to'qiymiz. Buni mana hozir sizlarga ko'rsataman. Birinchi 2 tani to'qib olamiz. Mana 2 ta. To'qidim. Endi xuddi shunaqa qilib ko'paytiramiz. Xuddi shunaqa qilib ko'paytirsanglar, ko'pchilik boshqacha ham ko'paytirish usullari bor. Menga shu ko'paytirish usuli qulay, chunki orasi ochilib bo'lmaydi. Va endi 14 tani to'qiymiz. 14 ta petля to'qidim. Endi mana 14 ta to'qidim. Endi yana ko'paytiramiz. Xuddi shunaqa qilib ko'paytiramiz. Va 3 ta to'qiyman. 3 ta to'qidim. Endi yana ko'paytiramiz. Mana ipimizni xuddi shunaqa qilib aylantirib o'tkazib olamiz. Endi yana 14 ta to'qiymiz. o'n to'rtta to'qiganimizda oxirida 2 dona petlyamiz qoladi. Mana shu joyda yana ko'paytirishimiz kerak. Bu pinetkamizni tag qismi. Endi mana keyingi qatorimizda yana hammasini o'ng to'qib chiqamiz. Ko'pchilik mana xuddi shunaqa pinetkachani 2 yoshga, 3 yoshga, 1,5 yoshga qanaqa qilib razmer olsak bo'ladi deb so'rashadi. Bu qizlar faqat yangi tug'ilgan chaqaloqdan 5 oylikgacha, 6 oylikdan 9 oylikgacha uzog'i tushadi. Undan kattalarga o'sha oyog'ida chiroyli turmaydi, xunuk turadi.
Shuning uchun bu yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun bu penetkamiz. Mana ko'paytirgan joyimizni ham bu qatorda umuman ko'paytirmaymiz. Xuddi shunaqa qilib hammasini to'g'ri qilib o'ng to'qib chiqamiz. Mana bu joyda ham ko'paytirganimiz, ko'paytirganimizni ham xuddi shunaqa qilib o'ng to'qib ketamiz. Mana oxirigacha o'ng to'qib oldim. Endi mana keyingi qatoriga keldik. Keyingi qatorida 3 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 14 ta to'qiymiz va 5 ta. 3 tamiz ko'payganini hisobiga mana 5 ta hosil bo'ldi. 5 ta to'qiymiz. Birinchi 3 tani to'qidim. Mana 3 ta petlab va ko'paytiramiz va 14 ta to'qiymiz. Bu 14 ta o'zgarmaydi. O'rtadagi raqam va chekadagi raqamlarimiz ko'paytirganimiz hisobiga o'sadi. O'n to'rtta to'qidim. Mana endi ko'paytiryapman. Endi yana 5 ta to'qiymiz. 5 ta to'qidim. Endi yana ko'paytiramiz. Endi yana 14 ta to'qiymiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun o'tkazmasdan boshidan oxirigacha videomizni o'tkazmasdan ko'rsatyapman. Mana oxirida 14 ta to'qigandan keyin 3 ta petlam qoldi. Ko'paytiramiz va 3 tani to'qiymiz. Endi yana hammasini o'ng to'qib chiqamiz. Ya'ni bitta ko'paytiramiz, bitta qatorda oxirigacha, keyingi qatorda faqat o'ng to'qiladi. Keyin yana bir qator to'qiladi, ko'paytiriladi, keyingi qatorda yana hammasini o'ng to'qib chiqamiz. E'tibor bersalar, hammasi oxirigacha tag qismi shunaqa to'qiladi. Tushunmagan joylaringni bemalol so'rashinglar mumkin. Oxirigacha o'ng to'qiymiz. Bu joyi tushunarli bo'ldi уже. Mana ko'paytirib bo'lgandan keyin hammasini yana o'ng to'qib oldim. Endi biz 7-qatorga keldik. Endi 4 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 14 ta to'qib, ko'paytirib, o'rtada 7 ta petlamiz hosil bo'ldi. Mana endi 4 ta to'qiymiz. Mana 4 ta to'qidim. Ko'paytiramiz va 14 ta to'qiymiz. O'n to'rtta to'qiymiz. Endi yana ko'paytiramiz. O'rtada 7 ta petlamiz hosil bo'ldi. 7 ta petla to'qiymiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Mana 7 ta to'qigandan keyin yana ko'paytiramiz. O'zi ko'paytiradigan joyingiz ajralib qoladi, bilinib. Mana ko'paytirdim. Endi yana 14 ta to'qiyman. 14 ta to'qib bo'lgandan keyin oxirida 4 ta petlamiz qoladi. 4 ta petlamiz qolganda mana shu joyda yana ko'paytiramiz. Mana ko'paytirdim. Endi 4 tani to'qiymiz. Mana to'qib oldim. Endi yana bu tomonida hammasini o'ng to'qib chiqamiz. Hammasi o'ng to'qiladi. Mana endi hammasini o'ng to'qib chiqamiz bu qatorida.
oxirigacha o'ng to'qib chiqamiz. Mana oxirigacha o'ng to'qib chiqdim. Bu yog'i tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana 9-qatoriga keldik. Endi yana 5 ta ko'paytiramiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, bittadan qo'shilib ketyapti. 14 sonimiz o'zgarmaydi. O'rtadagi sonlar va chekkadagi son o'zgaradi. Endi 5 ta to'qiymiz. 5 ta to'qidim mana. Endi yana ko'paytiramiz va 14 ta to'qiymiz. To'qiymiz. Ko'paytiramiz. O'rtamizdagi raqamlar 7 tadan 9 ta, ya'ni ikkala yonda ko'paytirganimiz hisobiga 2 ta ko'paydi. Endi 9 ta to'qiymiz hozir. 9 ta to'qiganimizdan keyin mana yana ko'paytiramiz. Va yana 14 ta to'qiymiz. 14 ta to'qiganimizdan keyin 14 ta to'qiganimizdan keyin oxirida 5 ta petlamiz qoladi. 5 ta petladan oldin yana bitta ko'paytiramiz. Ko'paytirishni tushundilaring deb o'ylayman, juda ham oson. Mana endi keyingi qatorida hammasini yana o'ng to'qib chiqamiz. Bu qatorida hammasini o'ng to'qib chiqamiz. Oxirigacha o'ng to'qiymiz. Mana oxirigacha o'ng to'qib chiqdik. Endi mana keyingi qatorimizda 6 ta 11-qatorimiz bu. 6 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 14 ta to'qib, ko'paytirib, 11 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 14 ta to'qib, ko'paytirib, oxirida yana 6 ta to'qiymiz. Mana hozir birinchi 6 tani to'qidim. Ko'paytiramiz. Endi 14 ta to'qiymiz. o'n to'rtta bo'libdi. Mana endi ko'paytiramiz. O'rtada 11 ta petla hosil bo'ldi. Bu oxirgi ko'paytirishimiz. 11 ta to'qidik, ko'paytiramiz, 14 ta to'qiymiz. Mana oxirida 6 ta petlamiz qoldi. Yana bitta ko'paytiramiz va 6 ta qolgan petlamizni to'qiymiz. Oltidan to'qidik. Endi hammasini o'ng to'qib chiqamiz. Tag qismimiz tayyor. Penetkamizni pastki qismi mana xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin hammasi o'ng to'qiladi va 3 qator o'ng to'qiladi. Shu bilan paypoqchani tag qismi tayyor bo'ladi. Bizda hozir jami 55 ta petla hosil bo'ldi. Bu yangi tug'ilgan chaqaloqdan 5 oylikgacha bemalol tushadi.
keyingi 6 oylikdan 9 oylikgacha tushadigan nimani razmerini sizlarga tashlab beraman oxirida rasmini. Bemalol keyin 6 oylikdan 9 oylikgacha ham bemalol to'qishingiz mumkin. Mana bu bitta hozir oxirigacha hammasini o'ng to'qiymiz. O'ng to'qiganimizdan keyin keyingi 3 qatorni ham bir marta boramiz to'qib, qaytamiz va yana boramiz. 3 qator to'qiymiz. Mana endi 3 qator to'qishimiz kerak. 3 qator faqat o'ng to'qiymiz. Ya'ni bir marta boramiz, qaytamiz va boramiz. Xuddi shunaqa qilib 3 qator o'ng to'qib chiqamiz. Ko'paytirish yo'q, qisqartirish yo'q, hech narsa qilmaymiz, faqat oxirigacha to'qiymiz, qaytamiz va yana to'qiymiz. 3 qator to'qiladi.